2026 Chevrolet Damas. Bu O'zbekiston avtomobil bozorida uzoq yillardan buyon ishonchli xizmat qilib kelayotgan, oddiyligi, tejamkorligi va ko'p maqsadli foydalanish imkoniyati bilan mashhur bo'lgan modelning yangi avlod talqini hisoblanadi. Ushbu avtomobil asosan kichik biznes egalari, oilaviy ehtiyojlar, savdo-sotiq, xizmat ko'rsatish va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, 2026 yilgi versiyada bir qator texnik va dizayn jihatidan yangilanishlar bilan taqdim etiladi. Chevrolet Damas har doim o'zining ixcham o'lchamlari, qulay boshqaruvi va minimal xarajat talab qilishi bilan ajralib turgan. Yangi model esa ushbu an'analarni saqlagan holda zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirilgan. 2026 yilgi Chevrolet Damas tashqi ko'rinishi avvalgi avlodlarga nisbatan biroz yangilangan. Dizayn hali ham soddaligi bilan ajralib tursa-da, old qismida zamonaviyroq bamper, biroz qayta ishlangan radiator panjarasi va yaxshilangan faralar ko'zga tashlanadi. Faralar endi yorug'likni yanada samarali tarqatadigan texnologiya bilan jihozlangan bo'lib, tunda haydashni ancha xavfsiz qiladi. Kuzov shakli esa o'ziga xos to'rtburchak dizaynni saqlab qolgan, chunki bu yuk tashish va ichki hajmdan maksimal foydalanish imkonini beradi. Yon tomondan qaralganda avtomobil ixcham, ammo balandligi tufayli ichki makon kengligi seziladi. Chevrolet Damas 2026 modeli ranglar tanlovida ham biroz kengaytirilgan. An'anaviy oq rang bilan bir qatorda och kulrang, kumush rang va ba'zi bozorlarda och ko'k rang variantlari ham taklif etilishi mumkin. Bu ranglar nafaqat tashqi ko'rinishni chiroyli qiladi, balki issiq iqlim sharoitida kuzovning kamroq qizishini ta'minlaydi. Avtomobilning umumiy o'lchamlari shahar sharoitida qulay harakatlanish, tor ko'chalarda aylanish va to'xtash joylarida muammosiz parkovka qilish imkonini beradi. Ichki saloniga keladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Damas avvalgi modellarga qaraganda ancha qulay va ergonomik bo'lib qolgan. Salon dizayni soddalikcha qolgan, ammo materiallar silliq. 2026 yilgi modelda audio tizim ham yangilangan. Endi USB va Bluetooth orqali telefon ulash imkoniyati mavjud bo'lib, haydovchi qo'ng'iroqlarni xavfsiz tarzda qabul qilishi va musiqa tinglashi mumkin. Bu kichik yangilanish bo'lsa-da, kundalik foydalanishda juda katta qulaylik yaratadi. Old oynalar keng bo'lgani sababli ko'rinish juda yaxshi, bu esa shahar harakatida xavfsizlikni oshiradi. Yon oynalar va orqa ko'rish oynasi yordamida haydovchi atrof muhitni to'liq nazorat qila oladi. Chevrolet Damas 2026 texnik jihatdan ham o'zining ishonchliligini saqlab qolgan. Avtomobil kichik hajmli, ammo tejamkor benzin dvigateli bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel shahar sharoitida yetarli quvvat taqdim etib, bir vaqtning o'zida yoqilgi sarfini minimal darajada ushlab turadi. Damas har doim kam yoqilgi sarfi bilan mashhur bo'lgan va yangi model ham bu borada o'z an'analariga sodiq qolgan. O'rtacha hisobda 100 kilometrga juda kam yoqilgi sarflaydi. Bu esa kundalik foydalanishda va biznes maqsadlarida katta iqtisodiy foyda beradi. Uzatmalar qutisi mexanik bo'lib, soddaligi va uzoq muddat xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Mexanik uzatma haydovchiga avtomobilni to'liq nazorat qilish imkonini beradi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini ham kamaytiradi. Osma tizimi O'zbekiston yo'llariga moslashtirilgan bo'lib, notekis yo'llarda ham nisbatan yumshoq harakatlanishni ta'minlaydi. Avtomobil yengil bo'lgani sababli boshqaruv juda qulay va sezgir. Xavfsizlik masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. 2026 Chevrolet Damas bazaviy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, mustahkam kuzov tuzilmasi haydovchi va yo'lovchilarni himoya qilishga xizmat qiladi. Old xavfsizlik kamarlari, tormoz tizimining yaxshilangan ishlashi va barqarorlikni ta'minlovchi konstruksiya kundalik foydalanishda yetarli darajada xavfsizlikni ta'minlaydi. Bu avtomobil yuqori tezlik uchun emas, balki ishonchli va barqaror harakatlanish uchun mo'ljallanganini unutmaslik kerak. Chevrolet Damas 2026 modeli